Endilikçe vatandaşım ben arlıqda tayyorlab qo'ydim. Bunu sizlarga so'zlashga vaqtim yetmay o'rinlashtirammidim. Ya shunday kutishdi balki, nima? Bugunchi sizlarga 2024-yil 2024-yil Muşuk bulmay, ovoz to'g'rilmay yontirib bordi vatandaş. 2024-yil 2-ayning 29-kuni haftaga payshanba vatandaşım. Ben Arlıqda Erken Asya Radyosu Uyghur Til bölümünün bir parça xabarini üzem tayyorlagan edim. Bu xabarda nima deyildi? Mavzuga qarab turam bu xabarga evvel. Şinjan Uyghur Avtonom Rayoni. Şinjan Uyghur milletiga xos avtonom rayon deganlikmi? Nomliq videodagi Xitoy tashviqot o'yini. Mavzuli xabar 2-ayning 12-kuni Erkin Osiyo Radiosi Uyg'ur til programmasida e'lon qilindi. Bu xabarni Washingtondan muxbirimiz Shadiya tayyorladi. Xabar mundaq boshlandi. Bu xabarga surat qistirildi. Suratga mundaq izoh berildi. Özünü Xotengöl deb atagan bir nafar Uyg'ur qizining Duvin hisobatida tarqatgan sen ko'rinishning kasmisi, ya'ni kasmi surat xabarga qo'shib berildi. Xabar mana mundaq boshlandi. Ma'lum bo'lganidek, Xitoyning yaqinqi yillardan buyon Uyg'ur elida Uyg'urlarga yurgizayotgan yuqori besimlik siyosatini inkor qilib, aksiya Uyg'urlarning baxtiyor turmushni madhiyalaydigan videolar kayni-kaynidan ko'payishga boshladi. Shuning ichida qisqartayli o'zini Xotengul yoki xotinning qiziman deganda Xotengul deb atagan bir nafar Uyg'ur qizining o'zining shaxs Dovin supsi orqali tarqatgan Şinjan Uyghur Avtonom Rayoni, Şinjan Uyghur milletiga xos avtonom rayon deganlikmi? Nomliq video Xitoyning navbatdagi tashviqot o'yinlarining ichidagi bir tipik misoldir. Mazkur videoda Xotengul ismli bu Uyg'ur qiz Şinjan Uyg'ur Avtonom Rayoni Jungoning g'arbiy shimoliga joylashgan bo'lib, Jungodagi 5 oz sonliq millat rayonining 5 oz sonliq millat rayonining biri Şinjan Uyg'ur Avtonom Rayoni. Ammo ba'zilar Şinjan Uyghur Avtonom Rayonini faqat Şinjan Uyg'ur millatining avtonom rayoni deb ataydi. Bu to'g'ri emas. Şinjan Uyg'ur Avtonom Rayoni ko'p millatlik, ko'p madaniyatlik va hokazo. Xotengul yana nima deydi? Şinjan Uyghur Avtonom Rayonining Şinjan Uyg'ur millatining avtonom rayoni bilan o'xshash hukmda emasligini qancha qatim tilga olib eskartish bergan. Demak, Şinjan Uyg'ur Avtonom Rayoni bu gap. Şinjan Uyg'ur Avtonom Rayoni deganlik bu Uyg'urning avtonom rayoni deganlik emas. Bunu biz endi nima deymiz vatandaşım? Safsata deymizmi yoki mantaqa deymizmi? Yaqinda biri chiqyapti gumon qilish va mantaqa yakun deb ahmaq. Bir ishdan gumon qildi ekansa, uni nima mantaqa yakun bo'ladi? Mantaqa deganni bilamsan ya? Qo'shim chiqib qo'ydim bu yerga. Gumon va mantaqa o'tirisi nima bog'lish bor? Mana qo'shib qo'yaylik. Lekin meyada hozir bu qiz Xotengul degan bu qiz Şinjan Uyg'ur Avtonom Rayoni deganlik, bu avtonom rayon Uyg'urlarning rayoni deganlik emas.
Nima deymiz vatandaşım? Bunu safsata deymiz mi yoki mantaqa deymiz? Mantaqa degandimi Xitoycha mantaqa. Shunglashqa buni qo'shtirnoq ichiga elib Xitoycha mantaqa deyishimiz kerak. Şunun oğlapla hazır yana qandaqdı bir xabar vatandaşım. Bundan siz xabar tep boldunuz belki. Xabar tep boldunuz yana bir xabar. Mesela bunu nima deymiz? Hazır etrafınızda piqirab жүрген, özünü körüstüp damlap жүрген ve özünü bazarga selip жүрген şundaq bir iş yani Qorçaq hökumetinin Qo'nçaq prezidenti. Qorçaq hökumetinin Qo'nçaq prezidenti Mamtimin A'la. Nima depti o desiniz? Uyg'ur siyosati qonunini Sharq Turkiston siyosati qonuniga ko'tarish. Shundaqmi qonunning temisini yangilab, bütün Sharq Turkiston ve bütün xalqaroni, yani Uyg'urlarni, Qozaqlarni, Qirg'izlarni, O'zbeklarni, Tatarlarni ve Mo'ng'ullarni o'z ichiga oladigan qonunga ko'tarishinglarni talab qilamiz. Bunu endi safsata deymizmi ve yoki mantaqa deymizmi? Bunu nadonlik deymizmi ve yoki sharmandilik deymizmi? Bunu fikir ve aql ideya deymizmi ve yoki alamallarning jo'ylishi, bildirilishi deymizmi? Bunu suiqasd deymizmi ve yoki manmanlik deymizmi ve yoki shuhratparastlik deymizmi ve yoki o'chig'ini aytganda manfaatparastlik deymizmi? Yoki Jungo Kompartiyasining o'rinlashtirishi bo'yicha vazifa ado qilish, vazifa ijro qilish deymizmi? Yaslan Uyg'ur xalqiga ko'ngil bo'layotgan Amerika xalqining siyosatiga buzg'unchilik qilish deymizmi? Zada nima deymiz? Vatandaşım, şuna men bugün mundaq bir mavzu qo'ydim. Xotangul ve Mamtimin A'lagul. Bu yerdagi Mamtimin deganni qo'yib tursa, Xotangul ve A'lagul bo'ladi. Men tunugin dedim, yuvan ishkinchi. Mamtimin A'lagul shundaq debdiki, mushundaq qirg'izlarni, qozoqlarni ichiga olgan mazmunni kengaytgan. Qonunlar yani Uyg'uriston qonun loyihasining o'rni qo'yaylik debdi ya vatandaşım. Bu Xitoyning topshirgan vazifasi men dedim boshda jo'ngdan xayr reaksiya davri kirdi. Jiddiylik davri kirdi, g'oljirlik davri kirdi. Uning chet ellardagi qo'li va go'moshlari ham shundaq jiddiylish kerak. Şunlaşqa hazırdan başlap bula Uyghur davasıga qarıştırışdan Uyghur degan isimga qarıştırdı. Mesela bunun içinde alaylı Qazaqlar bizden qarindishimiz dedim tuniga vatandaş. Uyghur Qazaq girelişi bu vatandaş olib keldi. Tunga Allah qo'shimcha. Başqalar bula kimlar vatandaşım? O'rta Osiyo millatları ve yoki kelgindilar ve nemishqa? Çünkü ulan millet bulanmaydı. Bir 12-20 adamda millet değil olmaydı vatandaş. Yaşamış çünkü adamlar. Anda Xitay göçmenleri mesela bunlar siyasi göçmenlerdir. Bugün hazırlıklı dünyada siz görüp duruyorsunuz. Kazak karındaşlarımızın Kazakistan devleti var. Kırgızlarning Kırgızistan devleti var. Hatta şu devleti hukuk yürgüzüp de yakındalar 4216 nefer Uygurne. Kırgızistan'da ticaret soğudu bilen şug'ullanayotgan Uygurni Xitoyga tutup berdi. Kırgızistan'ning devlet hukuki Uygurni Xitoyga tutup berdi. Tushundingizmi? Hozir bu Uygurlarning ya tirigi ya o'ligi yo'q vatandaş. Hiç qanday xabar yo'q vatandaş. Şuna Kırgızistan qarindishingizning Kırgızistan deb davlati var. Özbek qarindishingizning Özbekistan deb davlati var. Tatar qarindishingizmi shundaqla hozirgi Qozon Tatar Avtonom Cumhuriyeti va davlat darajalik. Prezident Vladimir Putin nayt saxilik bilan nayt cho'ng huquq beryapti Tatarlarga vatandaş. Yani Moğollarni desangiz taxamoğul sizden burun. Siz-chu
Mesela Uygurlarga devatım ben bu ecnebilerge demedim. Bu yerdeki sizcu degende ben Uygurlarga dedim, bu ecnebi adamlarga demedim. Uygurlar köreş qilib 1944-yil 11-ayning 13-kunji kuni bu qatam G'ulji shahrida 3-chi Cumhuriyetni qurganda xalqaro jamiyat bu Cumhuriyetni e'tirof qilmay, jamiyatga Mong'oliya, tashqi Mong'oliyani e'tirof qilgan. Shunga bu yerdagi sen tilga elayotgan Mong'ollarningmi tashqi Mong'oliya davlati bor. Endi növbet Xudoning nusrati Uyg'urlarga yuzlanganda, Xudo ham Uyg'urlarga nusrat ato qilganda, bu nusrat faqat Amerika Qo'shma Shtatlari, Amerika Davlat Majlisi, Amerika xalqining tashqi siyosati, davlat siyosati va tashqi siyosatga munosabatlik, insonparvarlik, odamigarchilik shunday bir siyosat bilan Uyg'urlarga muomala qilishga o'tganda sizning qayeringiz qichishib ketdi apandilar. Nemishqa chidamay qo'ydinglar buningga? Nemishqa Uyg'ur degan ism bilan ma'qullangan qonunlarga, qonun loyihalar nemishqa chidamay qo'ydinglar apandilar? Qayerdan boshlangan chidamaslik, qayerdan kelgan chidamaslik? Başta aytdik-ku, topshirilgan vazifa, o'rinlanishi kerak bo'lgan vazifa. Shundaqmi ya? Bunaqa emasmi? Endi savol qo'yib boqaylik. Bu qarindoshlarimizning hammasining davlati bor ekan, bu yer bir gap, biri millat tabaligi masalasi bilan davlat tabaligi masalasi o'tirg'i chiqadi. O davlat tabaligi vaqtli hodisa vatandosh. 22 milyon kvadrat kilometrda bir qit'aga barobar sobiq Sovetlar ittifoqi 91-yil yemirilib 15 davlatga ayrilib ketdi. Chegaralar boshqa. Demak, davlat tabaligi tugashdi bu. Rossiya Federatsiyasi, Rossiya Sovetlar ittifoqida 15 davlatga parçalandı, 15 davlat chegarasi o'tirg'i chiqdi degan gap. Shunga bu yerda davlat tavalligi o'zgarib turdi, millat tavalligi o'zgarmaydi. Yuqori qarindoshlarning hozir bir g'arish nerada, bir tomdan keyinda qurilgan davlatlari O'rta Osiyoda bayroq chiqarib, bayrog'i ko'k osmonda javlon qilib turmoqda. Sizlar nemishqa Uyg'urga kelganda endi bu qonun loyihani o'zgartirsizlar. Biz Uyg'ur degan ismning o'rniga Sharqiy Turkiston, abstrakka chachma ep qochdi bir ismni. Sharqiy Turkiston degan bir davlating bor bir yerda. Mavjudmi hozir? Yoki xiyolingdagi gapmi? Hozir mavjud bo'lib turayotgani Sobit Domilla hojim qurgan davlat Uyg'uriston Xalq Jumhuriyati tanga mening yanchiqim degan nimandek Uyg'urlarning yanchiqida Uyg'uriston Kashgar. Ondacha. Bu davlat qurishning dalili, davlatni Uyg'uriston Xalq Jumhuriyati deb e'lon qilishning dalili, hammaning paketi, men tarixiy paket oldimda turib, nemishqa buningda qochirib bekadim. Sharqiy Turkiston qirg'inchiligi, Sharqiy Turkiston davosi, Sharqiy Turkiston nima pashmat, nima ashmat, nima zaruriy tavasanga. Bu yerda turgin dedim-ku, bu yerda o'layotganlar, ko'ydirilayotganlar, nazarband qilinayotganlar, turmaga tashilinayotganlar. Men sana misol aytib bersam, aniqing kelamdi, tuniginki ish. 2022-yili 9-ayning 15-kunida 22-kunigacha Ili oblastning G'ulji shahrida qamal qilganda 22 nafar Uyg'urni och qo'yib o'ldirdi. Buning ichida qaysi bor? Alag'bol, mushu do'stlaringiz, mush qarindoshlaringizning ichida birisi bu 22 odamning ichiga kirdimi? O'ldirilish qatoriga elindimi? Alag'bol. Qo'rchoq hukumatning qo'nchoq prezidenti Alag'bol. Hozir men boshda aytdim, Xotangulning Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni Uyg'urga tava deganlik emas degan so'zi bilan siz Alag'bolning yuqorqi so'zi Uyg'ur to'g'risidagi qonunni bekor qilib, Sharqiy Turkiston qonuni deyish kerak deganingizni Junxo millatlari bilan
Muşu isim bilen, muşu ufkum bilen hiç kanda farklanmaydigan Xitayçı milletçilikning o'ttirg'i chiqishi. Men tünügün aytdim ki panturanizm, pan-islamizm, pan-türkizm. Muşularni mecburlap Uygurga tangmakçımısınız dedim o. Lekin onu bilmeyiz, siz bir savatsız anlavagan adam. Bunun acapliliği işi yok. Bu izimler neymi izim? Sizden bu doğruda savadınız yok. Savadınızın yok kelligini benim şunda görüvelişli buludu. Günah, 22 nefer Uygur aç koyup öldürüldü. Şu yıl 11. ayının 24. 84 nefer Uygur 3 yaşlık balını kuşup binanı kamal kılıverip ot koyup köydürüp öldürdü. Bunun içinde bire Özbek bağma, bunun içinde bire Kırgız bağma, bunun içinde bire Mongol bağma, bunun içinde bire Tungan bağma, bunun içinde bire Mongol yoki Xitoy bağma. Var mı? Elagöl. Bugün hazır pulgu közü toymagan adamda Uygur'un yekki jigana davasını Washington'da allakaçan ebceş davaga aylandırıp aldı. Yani onu az degendek fakat Uygur degen isim bilen makullangan kanunun ornuga Şarkı Türkistan kanunu dep isim koyup birse dese. Ben bir sorap bakayça, hey bala hey, ananızdan iri Uygur mu değil ya ki Türk müdür? Şunu bir sorap bakayça sizde. Sizden ananız benim savaklaşım. Sizden dadanız benim savaklaşım. 5. sınıftan 10. sınıfgacha Atoş 1. o'ttir mektepte okugan savakdaşlarım. Ben şularning yüz xatirini qilaymi yoki yana qattiqroq gap qilaymi? Elagol Qorchoq hukumatning Qo'nchoq prezidenti nima deyishim kerak? Men yana hozir vaqtincha aşı savakdaşlarımning yüz xatirini qilay. Bilamda şunu bugün ben Uygur meselesinde endikili bir sual koyup bakay ki meyli Xotengül'ün sözü boyunca meyli Elagül'ün sözü boyunca bir devlet buluşu iki neresini el kılış gerek. Savrun hukuk. Savrun hukukun otursu mülkçülük hukuku ve siyaset hukuku, siyasi hukuk. Hukuk ve güç bu meseleni el kılış gerek. Şunu el kıygandan keyin bunun asası boğan bir narsa tikleniş gerek. Bu devletinin yakın şu devlet hukukunun subjekti kim? Subjekti kim? Anda objekti kim? Mesela subjekti belgilegen kanun siyasetten icra kıldığı objekti kim? Devlet subjekti kim? Şarkı Türkistanlık mı? Kim o Şarkı Türkistanlık? Şarkı Türkistanlık uluslama kim o ulus? Yani başka bir geplerin var mı? İttifakı devletin subjektini mi felsefe okugan bala ekensan anlasam cevap ver. Hukukun subjekti kim degen gapga cevap verip baka bir anlap bakay senin. Neymiş ki bunda savaşsız kıyafet teslim edilmekle bu şehre gelip bu davaga kirib bu davani qalaymakan qilishlar. Neymiş ki buzg'unchilik qilishlar bu davaga? Nima qildi? Nima gunoh qildi? Ota-onalarning oldida yoshlarning partiyani Jungo Kompartiyasining oldida o'tkazgan gunohi nima Uyg'urning? Qul bo'lishdan boshqa nima gunoh qildi Uyg'ur? Aqashinga Xitoyga qul bo'lishdan boshqa Uyg'ur nima gunoh qildi aqashinga? Neymiş ki bunda Uygur'a öşmellik kılırsan aqalsan? Ben koydum sualını, sen felsefe okuyan adam ikensen, o hukuk subjekti kim? Hukuk subjekti bulmagan o devlet kandak devlet. Kazakstan'ın hukuk subjekti Kazak milleti. Kırgızistan'ın hukuk subjekti Kırgız milleti. Uyguristan'ın hukuk subjekti Uygur. Akhenim dep da kızım henim çağırıyor o biçare balı yaş bala o. Xotengül Xitoy diktator kuch bilen digizib atadi o. Sana mı şundak? Xitoy sana mı kuch bilen digizib atadi bunu? Biz bunu Xitoy oynagan oyunlar deymiz. Şu Uygur'ni xunuklashtirish, Uyg'ur qarshi tashviqotchi qilish shug'ullandi. Xitoy oynagan oyunlar deymiz.
Felsefe okuyan adam müşendak yapılanda ben tülgün 13 millet doğrusu toxtaldım, 13 millet stali hesap çıkan oyun dedim. Leksiyelerimizden devamı Allah halisa sen mi anlaysan, ben mi sözleymen, sen mi sözleysen, ben mi anlayman. Kene, merhamet. Lekin şart şu, savatlık bol. Fikrini savatlık koy. Onun dekin hani münazara, muhakeme degen gep oturuğu çıkar. Savatsız fikirlerini oturuğu koyuyor. Benim vaktim ne? Almanla. Bilamda, ben şuna bugünkü mavzu, bugünkü bu ikinci leksiyamның mavzusu Xotengül ve Elagül. Xotengül dediği Uygur'un avtonomiyası, Şinjan Uygur Abdunum rayini, Uygur'un Abdunum rayini digellik emas kimninki? Elagül dedi ki Amerika halkı Uygurlar doğrusu tutulan kanunu bekar kılıp onun orduğu Şarkı Türkistan dep kanun koyunla, kanun tüzüp veringlar dedi. Demek ki her işkilisi Uygur'unu inkar kılış. Her işkisinden tomuru bir, yeltizi bir, bulağı tapşırgan vazife, bir yerden çıkan vazife. Nemiş Uygur'unu inkar kılmakçısılar, neme kıldı, neme yamallık kıldı Uygur sizlerge? Ecnebiyle. Hazır Türkistan hükümeti, sürgün hükümeti, pürgün Uygur ayade. Sevziden haber yok, görüş demiyetti. Yani bir kıtım kelip bu Uygur'un üstüge silah korşak hükümet kurup vermekçim ha. Sabit Damıllı Hacım rahmetlik ikinci kıtım kurgan Cumhuriyet'in ismi Uyguristan Halk Cumhuriyeti. Bankıga birlik, pul birligi, devletin pul birligi Uyguristan Kaşgar. Ondaça. Hani bu paket. Muşunun özü paket. Biz azı paket sözü de vardı. Şuna bugünkü mavzu Xotengül ve Elagül. Uygur doğrusu da değil mi deydi?